birinchi navbatda sizga film haqida fikrlaringizni so'ramoqchimiz. Va alaykum assalom. Bu judayam katta mehnat, arzigulik, g'urur bilan gapiradigan bir judayam xalqimizga kerakli filmlardan biri. Men kutmagan edim. Yo'q, endi kutgan edim katta natijalarni, lekin bu darajada emasligini o'zimcha fikrlab yurgandim, lekin filmni ko'rib tasanno dedim. Katta mehnat yotibdi bu yerda. Avvalambor rejissyor, operator ishi, judayam to'g'ri tanlangan ansambl jamoasi, judayam katta mehnat yotibdi. Mana biz tomoshabinlar 2,5 soatda o'tirdik, ko'rdik, mazza qilib o'sha film bizani o'zini tarixiga, o'zini girdobiga tortib ketoldi. Men toki tomoshabin sifatida hammasini unutib yubordim. Oilamni, farzandlarim va kimdir qo'ng'iroq qilib o'chirib qo'yganman. O'sha asar, o'sha asrga, o'sha zamoni tarixiga tushib qolgandek bo'ldim. Juda ham ko'p narsani bilmas ekanman tariximni. Lekin mana hozir bu filmdan keyin Samarqandga yana qaytsam, boshqa nigoh bilan, go'yo o'sha filmni bir hayoti bilan o'sha yo'llarda yurib, taassurotlar bilan yashab yuraman. Umuman olganda mana hozir qo'ng'iroqlar tinmayapti. Personaj ko'proq yoqdi sizda filmdagi? Birontasi yoqmaydigan personaj o'zi yo'q. Salbiy bo'ladimi, ijobiy bo'ladimi, boshqa qahramon bo'ladimi, ikkinchi darajadagi rolevoy bo'ladimi, hammasi juda ham chiroyli, yuqori darajada ijro etib bera olgan aktyorlar jamoasi. Bu bo'lsa ham avvalambor Jahongiri, o'sha rejissyorimizni boshchiligida juda to'g'ri tanlangan ansambl aktyor. Keyin operator Jahongir bilan ham ishlaganman avval. Shunaqa chiroyli olgan filmni tasanno kutgan edim, lekin kutganimdan ham alhamdulillah ziyoda. Bu film nafaqat O'zbekiston, qo'shni mamlakatlarning bemalol raqobat bilan chet el, kerak bo'lsa Gollivudlarni ham o'ziga yarasha bir chiroyli darajada festivallarda qatnashadigan filmlardan biri. G'urur bilan aytaman. Avvalambor ming rahmat hukumatimizga shunchalik bizga e'tibor bo'layotganligidan dalolat. Mana hozir 56 ta tarixiy filmlarga adashmasam sanasida inshaalloh kelajakda filmlar olinadi. Tarixiy filmi bu endi boshlang'ichi. Agar boshlang'ichi bo'lsa, tasavvur qiling, u yog'i nima bo'ladi. Yana inshaalloh balki 5 yilmi, 10 yildan keyin biz ham o'sha darajaga chiqamiz degan umiddaman. Juda ham chiroyli olingan va men aktrisa, ijodkor sifatida 3 yil bu sal kam kichkina muddat emas-da, bu 3 oy emas. Lekin 3 yil ichida buni tagidagi mashaqqat, asablar, yo'qotishlar, sog'liqni ketishlari, kimdir kela oldi, kimdir kela olmadi va hokazo. Uni tagidagi orqadagi mehnat bo'lib o'tgan muhit holatini faqat ijodkorlar biladi. Lekin bugun mana film tomoshabin yuzini ko'rdi va filmga omad, oq yo'l tilab qolaman. G'urur bilan aytaman, bu bizning tariximiz, bizning bo'lajak umumiy yosh avlodimiz kelib, mana shunaqa arzigulik tarixiy filmni kelib ko'rib ketinglar. Hozir bolajonlarimiz hammasi ta'tilga chiqdi. Vaqtimiz ko'p. Ota-onalar bilan kelib 2,5 soat mobaynida uydagi televizordagi serial emas, mana shunaqa tarixiy arzigulik filmlarni oilaviy ko'rib ketishsa, juda ham ko'p o'ziga bir mazmunli, tarixga boy, tariximiz qanaqa boyligini, o'ziga yarasha o'sha paytdagi qanaqa mashaqqatli hayotni ko'rganliklarini biz guvohi bo'lib va alhamdulillah deymiz.